Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli azizlar, bolajon o'zbek xalqi. Mana bir qancha vaqtdan beri biz xurmo changi haqida ko'rsatuvlar tayyorlab boryapmiz. Buning foydalari, shu befarzand oilalar bir-biriga muhabbatli er ayoldan, ayol erdan voz kecha olmaydigan bir holatda hayot kechirib kelyapti, ammo Alloh taolo ularga farzand berishni kechiktirayotgan bir holatlar bo'lib turibdi. Shunga mana Madina Munavvarada hozir guvoh bo'layotgan mana bu xurmozorda qariyb bundan 4-5 oy oldin mana shu xurmo changlari, ya'ni changlantirilgan. Natijada nima hosil ko'proq bo'lishligi uchun bugun aynan mana shu joyda bir jonli ravishda olaylik. Mana shu changdan ko'p oilalar manfaat topib, Alloh taoloning shu mo'jizaviy oyatlari bilan dam solingan xurmo changini asalga aralashtirib iste'mol qilib farzandli bo'layotganliklariga bir sabab bo'lyapti. Mana shu changni mana tabiiysi albatta nima Madina Munavvarada uchratiladi. Bu quyidagi telefon raqamlari orqali Madina Munavvaradan asl toza bo'lgan changlarni tashkillashtirib, savdosini yo'lga qo'ygan holatda sizlarga taqdim etib boramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.